Assalomu alaykum do'stlar. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi aholining ekologik madaniyatini oshirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida Prezidentimiz tashabbuslari bilan Ecofaol fuqaro platformasini ishga tushirilishini ma'lum qilgan edi. Ilova 1 may holatda ishga tushirilishi kerak edi va ishga tushirildi ham. Ya'ni Play Market Web Store'dan bemalol ilovani yuklab foydalana olishimiz mumkin edi. Lekin ilovada juda ham ko'p funksiyalar bo'lganligi sababli ilova vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Ya'ni yangilanishlar ustida ish olib borildi. Va hammamizga ma'lumki, bu yangilanishlar demak o'sha uzoq vaqt talab qilishi hammamizga ma'lum. Ilova sekin-asta mana 2-iyun holatda ish faoliyatini boshladi, ya'ni ayrim funksiyalar ishlashni boshladi. Ilovani biz Play Market orqali yuklab olishimiz mumkin. Play Marketda poyist qilib. Lekin ilova negadir Play Marketda ko'rinmayapti do'stlar. Menimcha shu haftada ko'rinishi kerak, chunki yangilanish bo'lganligi sababli ilova Play Marketdan olib qo'yilgandi. Hech qisi yo'q do'stlar. Telegram sahifamizda, ya'ni Ecofaol fuqaro link ostidagi Telegram sahifamizda biz quyidagi linkda oxirgi bo'limida tashlab qo'ydik. Ya'ni ushbu linkga bosish orqali siz Ecofaol fuqaro platformasini o'rnatishingiz mumkin, ya'ni ilovasini. Yoki ikkinchi yo'li fuqaro deb bersak, to'g'ridan-to'g'ri mana Play Marketga olib o'tyapti, lekin Play Market o'zidan foiz beradigan bo'lsak, ilova chiqmayapti. Hech qisi yo'q. Play Market bosib ilovani o'rnatib olamiz. Vaqtincha videoni pauza qilib turaman. O'rnatib olgandan keyin yana boshlaymiz. Mana do'stlar, ilovani ham o'rnatib oldik. Yana ochish tugmasini bosish orqali ilovani ochib olamiz. Ruxsat boshlash tugmasini bosamiz. Aytib o'tishim kerakki, Ecofaol fuqaro ilovasi bizda OneID tizimimizdagi ma'lumotlardan foydalangan holatda identifikatsiyadan o'tadi. Ya'ni bu Ecofaol fuqaro ilovasi OneID bilan integratsiya qilingan. Ya'ni shundagi ma'lumotlardan foydalanib bizda avtomatik ro'yxatdan o'tkazadi. OneID orqali kirishni bosamiz. Mendagi mana login va parollaringizni terib ilovaga kirib olishlaringiz mumkin. Agar siz avval OneID tizimidan o'tmagan bo'lsangiz, quyidagi ro'yxatdan o'tish degan bo'limni bosish orqali OneID tizimidan ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Va keyinchalik quyidagi o'sha login va parolni terish orqali siz OneID tizimiga kirib, keyinchalik quyidagi ilovaga o'tib olishlaringiz mumkin. Ecofaol fuqaro ilovasiga va kirish menyusini bosamiz. Xo'p, mana kirdik do'stlar ilovaga. Ilovani ko'radigan bo'lsak, juda ham ko'p funksiyalar bor. Yana aytib o'tishim kerakki, faqatgina Ecofaol fuqaro ilovasini yuklab buni ishlatib bo'lmaydi, chunki bu yerda Health Connect ga ulash degan bo'lim bor. Ya'ni Health Connect, mana men avval Health Connect degan programmani yuklab o'rnatib olganman. Bu programma yurgan qadamlaringiz sonini hisoblab boradi. Play Marketga Health Connect deb bersak, mana birinchisi chiqaradi. Men avval bu yuklaganman. Sizlarda yuklash degan bo'lim chiqadi va bu ilovani yuklab kirganlaringizdan keyin ilova to'g'ridan-to'g'ri avtomatik hech nimani bosmasalaringiz ham to'g'ridan-to'g'ri ruxsat oladi. Ya'ni Ecofaol fuqaro ilovasiga ruxsat beradi. Do'stlar, ilovani ochib bo'lganimizdan keyin e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda ball turibdi. Xo'p, sizlarda savol tug'ilishi mumkin, bu ball nima? Biz ba'zi bir shartlarni bajargan holatda ball yig'ishimiz mumkin. Hozir aytib o'taman video davomida qanaqa shartlar ekanligini. Hozircha ball nima uchun kerakligini tushuntirib o'tay. Ball bizga juda ham ko'p imkoniyatlar beradi. Ya'ni biz ballarni to'plash orqali juda ko'p funksiyalarga, yengilliklarga ega bo'lishimiz mumkin. Imtiyozlarga ega bo'lishimiz mumkin. Mana quyida ko'radigan bo'lsak, 25,000 ball to'plasak, biz Ecofaol fuqaro sertifikatini qo'lga kiritishimiz mumkin ekan. Yoki 6,500 ball to'plasak, biz Ecofaol sumkasini olishimiz mumkin ekan. Bu Ecofaol fuqaro sertifikati bu shunchaki oddiy sertifikat emas. Bu o'sha shu sertifikatga ega bo'lgan shaxsga juda ko'p imtiyozlar beradi. Ya'ni kredit tizimidan yoki boshqa har qanday davlat xizmatlari bo'yicha juda ko'p imtiyozlarni beradi ushbu sertifikat. Bundan tashqari biz ballarimizni hamyon, ya'ni Wallet bo'limiga kirish orqali ballarimizni pulga almashtirishimiz mumkin do'stlar. Ya'ni
to'plagan ballimizni almashtirish menyusini bosish orqali pulga almashtirishimiz mumkin. Hozirda texnik ishlar olib borilmoqda, ya'ni ballni pulga almashtirish menyusida hali ilova to'liq ishga tushmagan, lekin qadamlarimizni hisoblayapti, ya'ni ballarni qo'shib boryapti. Hozir ko'rsatib o'taman qanday hisoblab borayotganini. Va bu to'plagan ballarimizni ushbu sahifada pullarga almashtirib olishimiz mumkin va mana bu hamyon orqali yuborish menyusini bosib biz tegishli Uzcard yoki Homo plastik kartamizga chiqarib olishimiz mumkin. Asosiy bo'limga o'tadigan bo'lsak do'stlar, mana bu yerda daraxt degan bo'lim bor. Mana bu bo'lim daraxt degan bo'lim bor. Daraxt subsidiya bo'limiga kirish orqali biz ma'lum bir joyga ko'chat ekmoqchi bo'lsak, biz katta miqdordagi deyapman-da, endi katta miqdordagi ko'chat ekmoqchi bo'lsak, misol uchun 500 ta ko'chat. Buning uchun biz davlatdan subsidiya olishimiz mumkin. Bu uchun biz daraxt turini belgilaymiz. Qanaqa daraxt, misol uchun tut viloyatida, misol uchun Toshkent viloyati to'liq yozishimiz kerak. Chilonzor tumani, shu tuman, ko'chat, uy nomigacha to'liq yozishimiz kerak. Va yozib bo'lganimizdan keyin o'sha daraxtlarni ekmasimizdan oldingi joyda rasmga tushirib, ushbu rasm tanlash menyusini bosish orqali rasmni yuklaymiz. Bundan tashqari video hisobot, o'sha yuklanayotgan, ya'ni ekilayotgan daraxtlardan qisqacha short videolar, ya'ni qisqa videolar olib shu yerga tashlab boriladi. Va bank ma'lumotlari bu yerda o'sha plastik kartamiz raqami, nomini terish orqali biz bankdan subsidiya olishimiz mumkin, ya'ni o'sha ko'chatni ekish uchun. Vazifalarda mana daraxt ekish orqali biz 50 ball, ya'ni bu subsidiya emas, ya'ni o'zimizda mablag'imiz hisobidan ekiladigan daraxt turini tanlang. Olma ekiladigan joy hozir aytib o'tganimdek to'liq yoziladi. Daraxtni nima daraxt ekanligi, uni holati, o'lchami haqida o'zi nima yozish kerakligini har biriga aytib o'tgan. Rasmlarni o'sha daraxt ekishdan oldingi joyda rasmga tushirib yuklaymiz. Ekkanimizdan keyingi joyda rasmga tushirib yuklaymiz bu yerda va ushbu shartlarni bajarganimizdan keyin hisobotni yuklash menyusini bosish orqali biz hisobotni bosib, bu yerda hisobotni yuborib 50 ball to'plashimiz mumkin ekan. Va bundan tashqari chiqindi tozalash, quyosh panelini o'rnatish, quyosh paneli o'rnatishda 100 ball berar ekan. Uyni ekota'mirlash 80 ball. Elektromobilga o'tish 150 ball. Kuniga 10 ming qadam yurish 15 ming ball. E'tibor beradigan bo'lsak, barcha shartlar ekologiyani yaxshilashga qaratilgan. Misol uchun mana kuniga 10 ming qadam yuradigan shartni demak o'sha ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda har bir kunni hisoblab boryapti do'stlar. Mana 10 ming qadam yursak 15 ball beryapti. 19 ming qadam yuramiz, 10 mingdan o'tgan uchun 15 ball berdi. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bundan tashqari jamoat transportidan foydalanish. Agar jamoat transportidan foydalangan vaqtda plastik kartamiz orqali to'lov qilamiz. Shu vaqtda bizda mana 10 ball berar ekan. Bundan tashqari ekomarafon, yana bundan tashqari ko'p shartlar chiqadi bu yerda, ya'ni yangilanishlar tugagandan keyin. Lekin biz hozir 10 ming qadam yurib ballarimizni qo'shib ketishimiz mumkin. Keyinchalik bu yerda yangilanishlar tugagandan keyin to'plagan ballarimizni pulga almashtirish funksiyasi to'liq ishlay boshlagach, biz shuncha kun davomida to'plagan ballarimizni pulga almashtirishimiz mumkin. Ya'ni endigina yuklab olgan insondan ko'ra siz ballaringiz qo'shib borilyapti. Ya'ni ilova hali ishlamayotgan bo'lsa ham pulga almashtirish bo'limi, lekin ballar qo'shilib boryapti. Shu hafta yoki keyingi haftada pulga almashtirish funksiyasi ishlay boshlagandan keyin juda ko'p ballni pulga almashtirishimiz mumkin do'stlar. Do'stlar, videomiz shu yerda yakunlandi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ilova haqida keyingi yangilanishlar bo'ladigan bo'lsa, YouTube sahifamizda ostida Telegram kanalimizning linkini o'rnatib qo'ydim. Linkni bosish orqali Telegram kanalimizga o'tib, yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. Batafsil yangiliklarni shu Telegram kanalimizga yoritib boraman. Barchaga kattakon rahmat, xayr, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'ling va quyidagi Telegram link ustiga bosib, Telegramga o'tib, yangiliklardan xabardor bo'lib turing.